Yozyovon tumanidagi omborlar halitdan to'lib ketdi. Don yili bo'ldi, dedi dehqon dalasini oralar ekan. Ha, bug'doyzorlarni ko'rib ko'z quvnaydi. Boshoq poyalari baland bo'yli, biri-biriga zich suyangan. Boshoqlar esa doni og'irligidan o'zini tuta olmaydi. Mutaxassislar chamalov o'tkazganida natijadan hayratga tushdilar. Chunki bundan atigi 4-5 yil ilgari markaziy Farg'ona cho'llarida joylashgan Yozyovon tumanida g'alladan qariyb 100 senner, paxtadan esa 55 sennerdan hosil olinadi desa hech kim ishonmagan. Prezidentning topshirig'iga ko'ra bugun mamlakat qishloq xo'jaligida, jumladan Farg'ona viloyatida ham don ekish, paxta ekish, ularning parvarishlash hammasi ilm asosida olib borilmoqda. Mana natijani ko'ring. 1 kvadrat metrda 620 ta o'rtacha boshoqli poyalar soni chiqdi. Endi boshoqdagi donni og'irligini biz mana ajratib tortib ko'rganimizda o'zi oddiy holatda bitta boshoqning og'irligi yaxshi bo'lgan holatda 1-1,5 grammgacha borardi. Endi bu yerda hozir mana juda ham katta bir mana bizga hozir ta'sir qilayotgan narsa shuki, bitta boshoqning og'irligi o'rtacha 1,9 gramm chiqyapti. 1 kvadrat metrda 620 ta boshoq. Bunga ko'paytiradigan bo'lsak, 1 kiloyi 200 gramm 1 kvadrat metrdan don olish imkoniyati yaratilyapti. Bu degani 10 ming kvadrat metr gektaridan 121 sentner don hosili olish imkoniyati bor. Xo'sh, biochar yoki diamid degan biostimulyatorlar qayerdan keldi? Ular hosildorlikka qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Ularni qayerdan olish mumkin? Bu savollarga yana viloyat agroxizmatlar markazidan javob olamiz. Biostimulyatorlarning bu ta'sir doirasi shundayki, tuproqdagi shu aerob va anaerob holatda yashovchi minglagan shu bakteriyalarni jarayonni tezlashtirib beradi. Bu yerda buni asosiy mexanizmi shu daladan olganmiz tuprog'ini, shu tuproqdan olib kelib, shu joyda 200 litrli bochkada eritib, shu o'zini fermerlik xo'jaligini dala shiyponiyati boqilayotgan chorva hayvonlaridan chiqqan, hali chirib ulgurmagan yangi shirali go'ng bilan aralashtiriladi va bunga qo'shimcha dukkali o'simliklarning uni va chiritish, bijiqtirish uchun xamir turish bilan dro'ja qo'shiladi va shunga nisbati bor o'zi 2 kilogrammgacha karbamid solinadi. Bir hafta davomida bu kuniga 2 mahal aralashtirib turiladi. Shunda bu Jivamrit preparati tayyor holatga keladi. O'simlikni barka orqali shu oziqlantirib suspenziya holatda ham ishlatish mumkin. Suv bilan birga oqizish ham mumkin bo'ladi. Yozyovon tumanidagi Umid fermer xo'jaligi nom chiqarganlardan biri. Yangi tajriba ham aynan shu fermer xo'jaligi dalalarida sinovdan o'tdi. Jami 32 gektar bug'doy bor edi o'tgan yili. 60 sentnerdan bug'doy olganmiz. Bu yil mana ko'rib turibsizlar, ekish jarayonidan boshlab Akiz markazi bilan birgalikda ishlab, bug'doy o'lib chiqqandan keyin gektariga 100 litrdan Jivamrit suyuqligini oqizib, orqasidan biochar g'o'zapiyani yoqib tayyorlanadigan biochar nimasini soldik. Jivamritni har bir fermer dalasida o'zi tayyorlashini bildik. Biochar ham shunday. G'o'zapiyani xandaqqa bosib, tepasidan boshlab yoqsangiz, kuygan poya bir ketib paydo bo'ladi. Uni ekin ostiga solsangiz kifoya. Qizig'i shundaki, Umid fermer xo'jaligi bu yil 62 gektar maydonda yetishtirayotgan paxtani ham shu usulda parvarishlayapti. Natijani qarang. Qo'shqator ko'chatlar baland bo'yli, hosil belgilari odatdagidan kamida 1,5 barobar ko'p. Daladagini emas, xirmondagisi hisob deyshadi. Ammo paxta dalasida hech qachon 1 gektarda 250 mingdan ziyod ko'chat, har tupda bugungi kungacha 17-18 tadan hosil elementi yoki gul bo'lmagan. Paxtamizda 17 ta 18 ta shana bor. Oldi guldan tushdi. Endi qishloq xo'jaligimizning vaziri bilan maslahati bilan biochar qildik, Jivamrit qildik. O'sha Jivamritlar shu yerga sepdik endi, oqizdik. Gektarga 100 litrdan Jivamrit oqizdik. 20 litrdan sepildi tepadan. Avvaldan do'mbira chalmaylik, lekin dehqondan 3-4 kundan so'ng gektardan 120 sentnerdan don oldik. 2-3 oydan so'ng esa gektaridan 60-70 sentner paxta yig'ib oldik degan xabar kelishi kutilmoqda.